Assalomu alaykum. Azizlar, yana tibbiyotga qaytamiz, tibbiyot mavzusiga. Odam bir narsani ko'p tibbiyot haqida o'qiyversangiz, izlanaversangiz, o'rganib boraver ekan, tibbiyot juda qiziq mavzuda. O'zimiz organizmimiz juda qiziqda. Juda ham bir qiziq deganim qanday zo'r desam ishonavering. Mana doktorlar keng mamlakatimizda, dunyoda deylik, mamlakatimizda deylik ana, qarib 40 millionta odam bo'lsa, 40 milliontadan nechtasi doktor? 1 milliontasi doktor ham deylik masalan. Yetmaydi mana. O'zimiz doktor deb bo'lishimiz kerak ekan, sog'lom bo'lishimiz uchun. Buni ozmoz tushunib olsak, o'zi shu yoq yetadi. Aynan bizlar doktorlarga o'xshab xirurg bo'lib operatsiya qilishni bilishimiz shart emas. Shu mana kerakli mazmunni bilib olsak bo'ldi ekan. Men shularni o'rganib olganlarimni sodda tushuntirishga harakat qilyapman-da. Bizlarda bir shunaqangi nima bor-da, shu tanigan odamimizdan eshitsak, demak shunga bir ishonch yaxshiroq bo'ladi. Professor gapirsa ham, masalan, bizlarda shunaqangi tanish bilishlarimiz ko'p bo'lgan, doktorlar gapiraveradi deb qo'yamiz. Lekin tanigan odamimiz bir temir yo'l haydovchisi, yoki poyezd haydovchisi bo'lsa ham, o'sha gapirsa, shunga ishonamiz. Tanigan odamimiz bo'lsa, gapiga amal qilamiz-da. Shuning uchun men o'zim uchun aytyapman, men taniganlarim bilsa ham shu o'zi ham katta gap. Agar noto'g'ri bo'lsa, mayli tagiga yozib qo'yingizlar, gap noto'g'ri deb turib. Bu nima demoqchiman? Mana organizm har qanday kasallikni yengishi mumkin ekanda. Har qanday kasallikni desam ishonavering. Yengish mumkin ekan. Bu nima? Masalan, bir sabab bo'ldi-yu, buyuragimiz yaxshi ishlamay qoldi deylik. Masalan, buyrak ishlamay qolyapti yaxshi. Buyrak miyaga aytadi. Og'a deydi, miya shu qonda noto'g'ri infeksiyalar ko'payib ketyapti deydi. Chunki har xil narsalar yeymiz, kolbasada noto'g'ri infeksiyalar, konserva noto'g'ri infeksiyalar, har xil ichimliklar ichamiz, uning ichida har xil vitamin deganlar vitamin ham bor, har xil infeksiyalar bo'ladi ko'plari. Ana shunaqalardan ko'payib ketyapti deydi. O'shan o'zi buyrak nima? Shu bo'ynagi qondagi infeksiyalarni olib, tozalab, siydik chiqarib berishga, siydik chiqib chiqarib olish kerak o'zi. Ana shu demak chiqara olmayapti. Nima qilish kerak deydi? Miya davleniyani oshiraylik deydi. Shu tozalash yaxshiroq bo'lsin deydi. Haligi suv yaxshiroq kelsa tozalash yaxshi bo'ladi ekan. Bo'pti deydi. Davleniya oshirilsin, qonlar mahkam yurilsin deydi. Endi ish yaxshi boshlanayotganda bo'ynagi davleniya osgandan sal o'zgarish bo'ladi. Birdan biz doktorga chopib qo'yamiz-da. Doktorga boramiz, doktor o'lchab ko'radi. "O, davleningiz baland-ku" deydi. Bu yaxshi emas, yana buyrakka ham boshqa joyga zarar qolmasin deydan, davleniya tushiradigan ukol qiladi, dorini beradi sizga. Keyin davleniya tushdi, buyrak hayron, davleniya ko'tarishga u zaifga bergan edi, iltimos qilgan edi, davleniya ko'tarilmasdan battar tushib boryapti. Deydi, harakat qiladi, tozalash iloji majbur. Keyin yarmini tozalanmasdan o'tkazib yuboradi qonda. Qonga o'tib ketyapti yarmi endi. Keyin qonda o'tib ketaveradi. Qonda o'tib borib, qon hamma joyga boradi-ku. Hamma joyga boradi, qo'lga ham, oyoqqa ham. Keyin bo'ynagi shu infeksiya deymiz-da, endi har xil noto'g'ri narsalar deylik. Qonda juda foydasiz narsalar ham ko'p bo'ladi-da. Ana shular keyin oyoqda, qo'lda borib yig'iladigan qo'l bo'g'inlar, oyoq bo'g'inlar, har xil tomon og'riqlar bo'laveradi. Deydi. Qo'lim, oyog'im og'rib qoldi deymizdan keyin travmatologga boramiz, oyoq qo'l og'riq doktoriga boramiz. U buni yo'li oson deydi. Yoqqa qarab hisob kitob o'tirgani juda kam, 90 tasi o'tirmay ekan. O'zim ko'rganman. Shartda oyoq qo'lda og'riqni qoldiradigan ukol dorilardan beradi. O'sha og'riqlarni qoldiradigan, qo'lda oyoqda ukol qoldiradigan dorilarimiz hammasi buyrakka zarar qiladigan dorilardan. Buyrakda ishini orqaga suradigan dorilar. Keyin bo'ynagi qo'l, oyoqlar og'riq qolishni boshladi, lekin buyrakka yana zarar kelyapti. Nima bo'ladi? Buyrak yana qiyin. "Ey, o'g'ayni miya, qanaqa gap bu? Davleniyani oshir, bu doktor narsalarga bosib ketyapti, meni qiynayapti" deydi. Keyin nailoj boyagi oshirmaydi. Doktorlarga borgan gatak oshiradi. Yana tag'in doktorga chopamiz, yana kardiologga yoki bir terapevtga borgandan keyin, bir tushiruvdingiz, bu yana chiqib ketyapti dedi. Sohona qo'rma. Hozir tushiramiz, undan kuchliroq dorini beradi.
Keyin yana qon davlina tushib ketadi. Keyin boyagi tozalash yoqda tursin buyrak, hattoki davlina pasayib ketgandan keyin miyaga qon yaxshi bormay qoladi. Davlina tushgandan keyin. Miyaga qon yaxshi yetib bormagandan keyin qon olib boruvchi-ku vazifasi. Kislorod da bormayapti, vitamin da bormayapti. Kalla yaxshi ishlamay qoladi. Oziqani olmagandan keyin. Mana mashinaga benzin kamroq bering, hali bir xillar kamroq tortadigan qilib qo'yadi, kam beradigan bo'lam. Mashina yaxshi yurmay qoladi. Oxir yurmay ham qoladi. Kalla ham mana shunaqa. Oziqa bormayapti, miyaga qon bormayapti, kislorod bormayapti, vitamin bormayapti. Nima qiladi? Ketin buzilish paydo bo'ladi. Insult paydo bo'ladi. Insult topdi deydi. Ehtiyot qilinglar, yotqizinglar, qimillamasin deydi. Insult bo'ldi. Yotqizib qo'yadi. Qimillatmasdan yana battar bir tomonlar uradi. Chunki odam yashab turish uchun qimillab turgan odam yaxshi yashaydi. Yotqizib qo'yilgan odam yana battar og'irlashib ketadi. Ana shuning uchun shu organizmga quloq solish kerak. Shu davlinani oshishga ham buyrak buyurgan bo'ladi ko'pinchada. Tozalash uchun birdan sizga doktorga borib tushirishga kutib turing. Choy pay iching, mana sal tabiiy tushirar, lekin birdan sizga chopmaslik kerak. O'zini sozlash uchun qo'yib berish kerak. Xuddaligi temperaturasi birdan doktorga borsak, bolaning temperaturasini tushirib qo'ysa, kasalga qarshi kurasha olmay qoladi-ku. Keyin shuni kasal ko'rgan, dori o'rganib qoladi. Chiqdimi, birdan ota-onasi ham doktorga boradi, tushiradi. Katta yordam bering shu bolaga, indamay turing, o'zi to'g'ri oladi. Organizmga indamay turing, buyrak ham o'zi to'g'ri oladi. Ana shu gapni aytmoqchiman. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, любой doktor ham mana tagiga yozsin, nima qilsa gaplashaman. Tushunchasini tushuntirsin agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Men o'ylab, bilib, tushuntirib, solishtirib aytyapman. Salomatlik bo'lsin. Sog'likda asrang.